Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Aziz aka-ukalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Bugungi videoroligimizda ikkita sotiladigan uy-joy bor. Ya'ni uchastka, ikkalasining ham uy-joyi bor. Mana ko'rib turibsizlar. Birinchi sotiladigan uyimiz 3 xonadan iborat aka-ukalar. Xo'p, adresga keladigan bo'lsak, Savxozi Vag'sh deyiladi ekan. Xo'p, ya'ni Kolxozoboddan keyin. Assalomu alaykum bardo'ri aziz, подписчикка muhtaram, xush omaded ба канали ман. Имрӯз мо қарор дорем Savxozi Vag'sh, баъди Kolxozobod, ду хонаи фурӯшӣ, срочно фурӯшай. Видеоро то охира тамошо кунед, лайкора бизанед. Ина якум хонаи фурӯшай, якташ 10 сутикай, хонаш хати, якташ 6 сутик, хонаш хати. Ина якум хонай. Видеоро то охира тамошо кунед, пулни навор мекунем. Давом видеода пура маълумота мегирин, лайкора бизанед. Касани дар каломи мехмон ҳастед, подписара фаромӯш накунед. Ина мо хонаро дидистем. Ки дар хонаи фурӯши, замини фурӯши, чизи фурӯши дошта бошед, муроҷиат кунед. Номером дар рӯи экранай. Мо ҳаракат мекунем, барои шумо фурӯшда монда барои шумо хизмат мекунем. Ина хонаро дидистем. 10 сутик хона, заминиш қатъияй. Ина иҷода гараж дора. Xo'p, oshxona dora. Xo'p, sohibish Moskvaday. Ина ҳама чи меваги, коридагӣ ҳамаш ҳастай. Xo'p, hozir durunша xonaро барои шумо нишон медем. Тамошо кунед. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu tomondan kelasizlar, Savxozi Vag'sh. Mana bu tomondan kelasizlar, Kolxozoboddan kelasizlar. Mana shu kanalni biladiganlar bo'lsa, mana shu kanalda polna ketgan suv bor, vodoprovod bor. Mana shu ko'chadan kirib ketasizlar. Mana shu ko'chadan kirib ketasizlar. Hozir uyini ham ko'rsatamiz. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, uyning sostenasi. Xo'p, hozir svit yo'q hamma joyda. Mana ko'ryapsizlar. Bu koridor. Konditsionerlari bor. Mana remontni qoidaviy bo'lib turibdi. Mana bu bitta xonasi. Mana. Nechiga nechiligini bilmaysan? Xonani. 3 ga 4 ha? Bu xona 3 ga 4, bunisi-chi? Bunisi 3 ga 5. Ha, jugjaplari bilan turibdi. Prosta egasi Moskvada. Xo'p, ichida ko'rpa to'shaklar olinadi, shundaymi? Ha, boshqa konditsioner, parda-marda qiladi. Parda-marda qoladi, konditsionerlar qoladi, ko'rpa to'shaklar olinadi. Tamom. Mana bu yerda sipo qilib qo'yibdi. Xo'p, mana bunisi mehmonxona. Mana bunisi mehmonxona. Mehmonxona nechiga necha ekan? Bilaman 3 ga 5. Xo'p, 3,5 ga 5 bo'lsa kerak-da menimcha. Mana. Remont qilingan 3,5 ga 5. Xo'p. Mana ko'rib turibsizlar, shu 3 xona uy. 3 xona uy. Mana bu taraf chegarasi, orqa taraf. Xo'p, mana bu tarafi. Xo'p, daraxtlarning mana egilib turibdi. Mana bu yerda beda egilib turibdi. Jo'ng'ichqa deydimi? Beda egilib turibdi. Mana shu oxirgadir. Xullas, kelib ko'rishlaringiz mumkin. Kimda kim olaman degan aka-ukalar bo'lsa, egasiga murojaat qilasizlar. Sizlarga adres tashlaydi. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar o'z ko'zlaringiz bilan. Keyin sotib olasizlar. Xo'p, mana bu yoqda mana bunisini baniga deb taylagan menimcha. Mana bunisi oshxona bo'ladi. Xo'p, bunisi garaj. Mashin garaj. Xo'p, hozir orqa tomonda mana bu yerda. Xo'p, latak bor. Polni suv kelib turadi. Mana hozir 5 tuksiz ham suv kelib turibdi. Mana shu yerdan shilanglar, latakda suv bor. Xo'p, bu yerda kanaldan kelyapti. Mana bu yerda bo'lsa vodoprovod bor. Svit kelganda ham keladi, agar svit kelmasa ham shunday ochasiz suv keladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu yoqda ham ko'chadan yo'l bor ekan. Xo'p, nar yoqda mana bu yoqdan biz hozir kirib keldik, bu yoqda ham yo'l bor. Xo'p, plus buning 1 gektar 20 sotik jo'ng'ichqasi ham bor ekan aka-ukalar. Xo'p, pastianliga beriladi. Narxi 20 ming so'm. Narxini 20 ming so'm deyapti. Jo'ng'ichqasi ham bor pastianliga. Mana shunday jo'ng'ichqa egib olishlaringiz mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, narxiga keladigan bo'lsak, uyning 380 ming so'm
sesadi 80,000 somon. Mana stejga qilingan simin. Mana bu yerlar. Yana muomalasi bor deyapti egasi bilan kelishasizlar. Xo'p, videoni oxirigacha ko'ringizlar. Ikkinchi uyda ham az bor video qilamiz. Ikkinchi ham jahil mana shu yerda. Xo'p, aka-ukalar, ikkinchi uyni ko'rgani ketyapmiz. Bu yerda kofe, farhang, maktab, hamma narsa bor ekan. Sadik, banlisa, ya'ni juma bozor. Juma kun katta bozor bo'ladi. Juma bozor bor. Shu maktabda oldim. Ikkinchi uy, ikkita uyning orasida farq qilsa shu 1 kilometr ham chiqmaydi. 500 metr. 500 metr farq bor, tamom. Mana hozir ikkinchi uyda syomka qilib boryapmiz aka-ukalar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ikkinchi uyga ham yetib keldik. Mana bu darvozadan kiramiz. Xo'p, mana bu ko'chadan kirib keldik. Hozir maktabning oldidan o'tgan edik. Yani yaqin hammasi. Mana kirib kelamiz. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Bu mehmonxona. Mana. Bu mehmonxona. Remont bo'lib, shu sibitlari qolibdi. Remonti ham bo'lgan. Mana bu tomondan ham ko'ryapsizlar. Xo'p, bu necha mehmonxona? 3/5 ha? 3/5. Yana patchka aziz, duyumxonalar omadim, syomkakini seba panch biday, mehmonxona biday. Yana remont kadagi. Svetoshmondagi tamom. Mana dedestin. Xo'p, ija 6 sotik ha? Общий 6 sotik. 6 sotik общий mana zabor tortilib turibdi. Mana bu yerda nima deymiz bu yer? Qishki uy. Bu qishki uy bo'ladi ekan. Bitgan yo'q hali. Mana qishki uy bo'ladi. Mana bu bitgan yo'q hali. Xo'p. Bu 3 ta remont bo'lganmi? 3 xona bu yo'q, ha? Ha, bitta mehmonxona, bu ikkinchi xona. Mana ko'ryapsizlar, bu yoqda 3-xona hozir. Bu ham remont bo'lib, tayyor bo'lib turibdi. Bu nechiga necha? 3,5 ga 4 deyapti. Sevinim bu chor. Duyumxona. Yana remont shamqa omadagi. Xo'p. Yana sevimxona. Bunisi 3/5 mi? Seva punch. Ham remont kadagi tayyor. Mana ko'ryapsizlar aka-ukalar. Xo'p, bu yerga kelamiz. Bunisi banya. Mana bu banya. Bu kanaldan vodoprovod. Svit keladi, ishlaydi, shundaymi? Nasos bilan. Mana bu kuxni. Ne oshxona. Ha. Bu yoqda hojatxonasi bor. Xo'p. Mana bu yerda ham vodoprovod kelib turibdi. Mana bu jeri. Mana shu yer. Mana bu yer. Mana shu yerga bir nima egasiz. Oz-ozdan pomidor, badring, nima ma'qul bo'lsa egasiz. Mana kirishasini ko'ringizlar. Kirishasi ham tayyor. Xo'p, patchka aziz, ina xonara dedin. Kasida ma'qul shuda bo'lsa, biyoyin i5 binin bu xubay. Ya bu telefonda kamera kadim dedistin. Ama xilay narxış neç bu? Narxış 250,000 somon guftesten so'yibish. Bu muomala dora. Hay biyoyin chaqchaq kinin so'yibish qat'iy maslahat kinin, bat xaridor kinin. 250,000 somon narxini aytyapti aka-ukalar. Kelasizlar, adresni taylaydi. Egasi bilan kimga ma'qul kelgan bo'lsa uy kelib sotib olishlaringiz mumkin. Unda nima deymiz? Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Bizning kanaldan uzoqlashmangizlar.